Assalomu alaykum. Aptop sunğaş qaranglar deb 2 minutlik tam gap qilay, ya. Bizdek qirilayotgan millatga san'atkechilik yarashamdi deb qo'llayman. Toza yarashadi bizdek odamlarga. Chunki bir millat qirilyotdi degan gap, san'atim yo'qolyotdi degan gap. Biz qirg'inchilik uchrayapmiz deb butun san'atni tashib yetib, o'shga muqomlarimizdan voz kechib jimmat yursak bo'lamda. Gapim tugadi. Qo'llayman. Ko'rdiganlar ko'ringlar. Bizniki shu qirilayotgan mushtaq millat bo'lgandan keyin psixikimizda bir xil boshqalarniki xushalligini qabul qilolmaydigan, biz faqat oz ichib yurishimiz kerakdeklan bilinadigan shundoq bir xil psixika ig'ir shundoq bir ahvol borchu. Bu to'g'riliq boshqa nimalardan militsiyalardan so'zlandi. Ish qilib qo'llash kerak. Mavjudligimizni saqlash, san'atni saqlash va davomlashtirib minishdan ayirib qarash bo'lmaydi. Shuningga shu bu qisqa videolarni sizdim. Tish aptopsini kunimning paysini o'tkazay, ya. Bayatdan beri to'xtamay Twitterga qarab bir narsalarni so'zlab taqib o'ylab baksam, hisoblab baksam, Facebook, YouTube'dakini qo'shmay bo'lash faqat Twitterning o'zidan olsam, kuniga oz deganda 10 ming odam gapimga qaraydi ekan desam bo'ladi. Har bir atgan tweetniki qancha odam ko'rdi deganni ko'rib bo'ldi emasmi? Masalan, YouTube'dan 100 odam gapimni anglaydi-day. Facebook'dami bu 5 ming odamning ichidan bir 500 odam ko'ra. ish qilib mediada o'ylaganlaringizni deysangiz olmaydigan odam chiqadi ekan. Shularning ichida ta'sir qila oladi ekansiz. Shuningga shu medianiki kuchidan foydalanib shu Uyg'urlarga oid munosabatli bir narsalarni ko'proq baharlaylik, Uyg'urlarniki madaniyatini, san'atini degandek san'atkechilik o'tkazdi ekan deb bizdek qilayotgan millatga u yarashmaydi deb qarshi chiqish yaxshi bo'lmabdi. Ko'nglimdagi yerim bo'ldi Xadicha xonimga qilinayotgan shu hujumlarni, chunki men o'zimmo bir hujum uchragandan keyin ta'min tozalukdan tetigan odam bo'lgandan keyin o'zimniki ko'nglimdagi yerim bo'lganligini, o'zimniki shu qilayotgan ishlarimni tamoman qo'llaydiganligini bildirmoqchi. Shunchalik qirilyotdi, madaniyatimiz yo'qolyotdi, saqlab qolish uchun shunday san'atkechiliklarni qo'llashimiz, san'at orqali Uyg'urninki dardini, Uyg'urninki vatan davosini anglashda san'atni qo'llanish, san'atni saqlab qolish, mavjudligimizni saqlab qolish uchun bu intayin muhim. Barakalloh, jurtinglarga barakalloh, tirishib to'xtamay davomli shunday ishlarni birlikda qilib turaylik. Sizlar salomatni tan qo'llashib taqdirishib berman. Qo'limdan kelganini shunchalik 1 minut so'zlayman deb 3 minutdan ortiq bo'lib ketdi. Xayr xo'sh, avtobusni